Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel arzon variantda bo'ladi. O'rtasi turma, ikkita chekkasi garderob. O'zlarining eski shkaflari bor, o'shandan foydalanamiz. Sekin ko'rsatib bor. Yo'limizni korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita chekkasi arzon varianti, o'rtasi qimmat varianti bo'lyapti. O'rtasi turma. Shu kattagina turma bo'lyapti. 3 ta g'aladona bo'ladi tagida. Tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Yo'limiz tayyor bo'ldi. Ankor laminat matvisdan tayyorladik. Ikkita chekka shkaf, o'rta turma bo'lgan. Zerkal oyna. Tepasi balandlik uchun bitta o'sha dekorativniy narsa uchun polka qo'yib qo'ydik. G'aladonlari keng. Xo'p, bu taraflari arzon variant. Bu mushkoy garderob tarafimiz. Osha-moshalarimiz vakuumli. O'sha o'zi yopiladigan. Xo'p, razmeri 3.60 ga, balandlik 2.60. 4 million 400 ming so'mga tayyor bo'ldi. İchki qismini anchasi o'zlarida borligi uchun, o'sha eski dispeylardan foydalanganimiz uchun 4 million 400 ming so'mga tushdi. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.